Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 10-dan 17-mayga kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'ladi. 11-dan 17-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 10-12-mayda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 10-mayda kechasi 10-15 darajalik iliq, kunduzi 20-25 darajalik. 11-dan 17-maygacha kechasi 18-20 darajaliqqacha, kunduzi 28-33 darajaliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli sel ketadi. Momaqaldiroq kuzatiladi. 11-dan 17-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 10-dan 12-maygacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 10-mayda kechasi 10-15 darajalik iliq, kunduzi 20-25 darajalik. 11-dan 17-maygacha kechasi 15-20 darajaliqqacha, kunduzi 28-33 darajaliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli sel ketadi. Momaqaldiroq kuzatiladi. 11-dan 17-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 10-dan 12-maygacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. 10-mayda ayrim joylarda 23-25 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 darajaliqdan 12-17 darajaliqqacha o'zgarib turadi. 10-mayda kunduzi 23-28 darajalik, 11-dan 17-maygacha 30-35 darajaliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-mayda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 11-dan 17-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 10-dan 12-maygacha 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. 10-mayda 23-25 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17-22 darajaliqdan 14-19 darajaliqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 10-mayda 23-28 darajalik, 11-dan 17-maygacha 32-37 darajaliqqacha ko'tariladi. Farg'ona vodiysida, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-mayda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 11-12-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 13-dan 17-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 10-12-mayda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17-22 darajaliqdan 12-17 darajaliqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 10-mayda 20-25 darajalik, 11-dan 17-maygacha 28-33 darajaliqqacha ko'tariladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 10-dan 12-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 10-11-mayda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatiladi. 13-17-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 11-16 darajaliqdan 3-8 darajaliqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 10-mayda 10-15 darajalik, 11-dan 17-maygacha 22-27 darajaliqqacha ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.